أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Xo'sh, yuqoridagi aytgan deydiki, "Va tu'izzu man tasha'u va tuzillu man tasha." Sen xoligan kishini aziz qilasan, xoligan kishini xor qilasan ey Robbim. Biz ham bu oyat bilan birga izzat va xorliq bobiga kirdik. İzzet ve xorliq bobiga. Bu nayt inchki bir nuqta voqea qarindoshlar. Naytib yerda to'xtalishimiz kerak bo'lgan inchki nuqta bor. U bo'lsa-mu, agarda Alloh subhanahu va taolo seni aziz qilsa ey inson, ey mu'min, agar Alloh seni aziz qilsa, sening dushmanlaringni ham sana bo'ysundirib beradi. Dushmanlaringni ham bo'ysundirib beradi. Agar Alloh subhanahu va taolo bir maxluqni, bir insonni xor qilmoqchi bo'lsa, uningga boshqa yiroqdagilar emas, uningga eng yaqin kishisi ham uni xor qiladi, uni rasvo qiladi. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kimni Alloh xor qilsa, uni hech bir hurmatligichi, izzatligichi yo'q. Bu nuqtadan qarindoshlar, Alloh agar birisini xor qilmoqchi bo'lsa, eng yaqinim deb qarayotgan kishi uni rasvo qildi, eng xor qildi uni. Shuning uchun اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. Sen bütün izzetinin hemmisini Rabbin üçün kılgın. İzzetinin hemmisini Rabbin'den diligin. Rabbin tarafki yüzlengen. Anı şu vakitle bu izzetin, bu hürmetin, izzet sende karar elip müstehkem sen bilen birge turdu mu? Eğer de sen ölüdüğün kişiler bilen, ölüdüğün mahluktan azizlik talep kılsan, bunundan izzet talep kılsan, bunu tamam kılsan, bunu kütsen, şeksiz ki senin izzetin hem ölüktür der. Allah rahmet kılsın bu beytin diyen kişiye. Şunun için El-Melik, Allahu Melik diyen bu sübet, bu isimnin takazzasıdın birisi şu ki huvellezi yu'izzu ve huvellezi yuzil. Aziz qiladiganmi, xor qiladiganmi u Malik ana shu Alloh subhanahu va taolo degan narsani bu ism taqozo qiladi. Bu ism taqozo qildi. Shuning uchun biz ana shu aziz bilan bo'lishimiz kerak. Ana shu aziz bo'lgan, izzatga erishtiruvchi bo'lgan shu Robbimiz, shu Malik Allohimiz bilan uning bilan birga bo'lishimiz kerakki, biz dunyo va oxiratda azizlardan bo'laylik. Yana shu beyti shunday deydi-ki, أطع أمرنا نرفع لأجلك حجوبنا فإنما نحن بالرضا من أحبنا ولز بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. Sen bizning buyruğumuzga itaat qilgin. Biz sen uchun barliq perdelerimizni ichib etayli deydi. Barliq perdelarni. Biz haqiqatan bizni yaxshi ko'rgan kishilarga o'zimizning rizoligini ato qilamiz dedi. Biz yaxshi ko'rgan, bizni yaxshi ko'rgan kishilarga o'zimizning rizoligini ato qilamiz. Sen bizningki himoyimizga, bizning janobimiz biz tarafga qaytqin, biz tarafga iltijo qilginki, biz seni mahluqotimiz ichidagi eng yomon ashroru xalqina, mahluqlarimizning ichidagi eng yomon kishilar ichida bo'lgan shu falokat, shu qiyinchilik, shu xorliqdan biz seni qo'g'dab qolaylik dedi. Allah bizni ana shu baxt, saodatlik mu'minlardan qilsin. Xo'sh, yana biyadikal xayr degan oyat, yuqoridagi oyatning. Sening qo'lingda yaxshilik, sening qo'lingda ey Robbim degan. Ya'ni demak, yuqorida agarda inson bizni Alloh subhanahu shunday sinaydi dedik dunyoda, kambag'allik bilanmi, azizlik bilanmi, xorliq bilanmi sinaydi. Bu sinoqning ichida, bu sinoqqa tabi bo'lgan ekanmiz, sinoqda turgan ekanmiz. Biz hatto mushu sinoq yo'lda xorib qolsaqmi ham, birileri tarafidan xorliqqa uchrasaqmi ham bu biz uchun yaxshilik. Mal dunyolarimiz, mulklarimizdan ayrilib tatib elinsa ham bu yaxshilik, lekin bu insonning nazarida, insonning ko'zida yomonlik deb atildi bu.
insoniy ko'z bilan qaraganda yomonlik deb qaraydi inson nazariyasi. Ammo bu agarda Allohning siniqi imtihoni bo'lsa, buningga rozilik bilan buningga bo'ysunib Allohdan rozi bo'lgan kishi uchun bu bir yaxshilik bu. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد